Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam İmam Ahmaddan keltirilgan hadisda marhamat qiladilar. İzmanu li sittan min anfusikum azmanu lakumul janna. 6 narsani kafilligini beringlar menga, men sizlarga jannatni kafilligini beraman. Usduqu idha hadastum. Gapirsanglar rost gapiringlar. Va aufu idha wa'adtum. Va'da bersanglar bajaringlar. Va addu idha tumintum. Sizlarga bir omonat qo'yilsa, omonatni ado qilinglar. Vahfazu furujakum. Farjlaringizni zinodan saqlanglar. Va g'addu absarakum. Ko'zinglarni nomahramlardan tiyinglar va kuffu aydiyakum. Qo'llaringizni gunohdan tiyinglar. Mana shu 6 narsani menga bajaramiz deb kafillik bersalar, men sizlarga jannatda kafilligini beraman. Sizga hech kim xabardor zot, Alloh kabi xabar bera olmas. Hech kim sizga Alloh o'rgatgandek o'rgata olmaydi saodatli bo'lishlikni. Sen inson Allohga itoat qilishing, o'zingni yaxshi ko'rishing bo'ladi. O'zingni yaxshi ko'rasanmi, Allohga itoat qil, shu o'zingni yaxshi ko'rishing bo'ladi. Chunki Alloh al-Xabir bo'lgan zot. U senga nima dedi? Hurmatli bo'lmoqchimisan? Tilingni tiy. Omonatdor bo'lmoqchimisan? Allohdan qo'rq. Ayoling bilan baxtli bo'lish uchun ko'zingni tiy. Baraka topish uchun tijoratingda halol bo'l. Omonatdor bo'l. Odamlar senga ishonadi. Niysami Allohdan shuncha ne'matni berib qo'ysa, namoz o'qimaysanmi? Shuncha in'omlarini behisob qilib ustingga to'kib qo'ygan, sochib qo'ygan bo'lsa, Allohga itoat qilmaysanmi? Allohdan uyalmaysanmi? Va kana fadlullohi alayka azima. Allohning sizga qilgan fazli marhamati ulug' bo'ldi. Qaytaramiz, inson har qancha urinmasin, Alloh bergan ne'matlardan birontasini Allohga qaytara olmaydi. Ha endi kimdir aytishi mumkin. Va Ibrohim allazi vaffa degan Qur'onda Alloh. Vafo qilgan Ibrohim deyapti Alloh. Vafo qilgan ekan u. Birodarlar, vafo qildi deganini biz Allohning bergan ne'matlarini shukrini ado qilib qo'ydi deb tushunmasligimiz kerak. Nima degani Ibrohim vafo qildi degani? Bu degani Alloh Ibrohim alayhisalomni sinadi, yelkasiga taklifotlarni zimmasiga yukladi. Bu ulug' payg'ambar zimmasidagi hamma narsani ado qildi. O'zini itoat qilaman degan ahdiga vafo qildi, buyruqlarni bajardi. Kim tahoratni olsa, mukammal qilsa va osmonga qarab turib, ashhadu an la ilaha illalloh vahdahu la sharika lah va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluh desa, shu kishi uchun jannatda 8 ta eshik ochiladi, xohlaganidan kiradi deydi. O'ldimi? O'ldi. Dod desang ham o'ldi. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun desang ham o'ldi. Sen mana shu musibatda sabrga ega bo'lsang ham, savobga ega bo'lsang ham o'ldi, jazobaga tushib gunohkor bo'lsang ham o'ldi. Birodarlar, yig'lash mumkin. Ko'zda yoshlanishi, qalbni ezilishi insonning tabiatida bor narsa, lekin nima mumkin emas? Dod solib yig'lashlik, kiyimlarni yirtishlik, yuzlarni tirnashlik, boshiga tuproq sochib, sochini yulishlik. Hadis qudusida Alloh azza va jalla aytadi: agar men mo'min bandamning dunyodagi bir yaqinini qabz qilsam, so'ngra u sabr qilsa, Allohdan umid qilsa, uni mukofoti faqat jannat bo'ladi. Otangiz o'ldimi, onangiz o'ldimi, bolangiz o'ldimi, yaqiningiz o'ldimi? Inna lillahi va inna ilayhi rojiun deb Allohdan sabr umid qiling, Allohdan savob umid qiling. Sizning mukofotingiz faqat jannat bo'lishini Alloh taolo o'zi xabar beradi. Ha, hozir ishing yurishmayotgandir. 1 yil yarim. Sababini qilsang ham ishing yurmayapti. Qarzdan qutula olmayapsan, ishing oldiga ketmayapti. Birodar, jinday sabr qil. Ozgina sabr qil. Qushni rizqini bergan senga bermaydimi? Osmonlarda Robbisi Alloh subhanahu va taolo qushni ham rizqini o'zi beradi, qutqumushqani ham rizqini beradi, suvdagi baliqlarning ham rizqini Alloh taolo o'zi beradi. Sen bo'lsa siqilib rizq topaman deb nima g'amlarni qilib yuribsan? Rizq topaman deb nimalar bilan qalbing band? Rizq topaman deb nimalarga o'zingni urib yuribsan? Rizq topaman deb qayerlarda yuribsan? Huvallohu ahad. Qul huvallohu ahad. Allohus samad. Lam yalid va lam yulad va lam yakul lahu kufuwan ahad. Likey. Baxt nima desiz? Dunyo matohidan kimga nima yetmayotgan bo'lsa, shunga yetishlikni baxt deydi. Kambag'al boyligini baxt deydi. Kasal odam sog'ligini baxt deydi. Befarzand odam
farzandni baxt deydi. Uysiz odam uyini baxt deydi. Qarab turinglar, mana dunyo matohida kimni qo'lida nima yo'q bo'lsa, dunyo matohida shunga erishishlikni baxt deb o'ylayapti. O'zi asli haqiqiy saodat oxiratda bo'ladi. Haqiqiy baxtsiz insonlar oxiratda jahannamda bo'ladi. Va ammalladina su'idu fa fil janna. Haqiqiy baxtli odamlar jannatda bo'ladi. Qur'on o'qiysiz, ta'sirlanmaysiz. Namozda turasiz, hayolingiz har yoqda, qalbingiz g'ofil. Zikr qilasiz, qalbingiz halovat topmaydi. Ma'ruza eshitasiz, ko'zingizga yosh kelmaydi. Yo'qmi shu narsa bizda? Domla, shunday namozdan turib, nechinchi rakat turganini esimdan chiqib qolsa, nima qilish kerak? Bu o'sha ikkilanib qolgan paytda nima ish qilish kerakligini so'rayapti. Nima uchun shunaqa bo'lib qolganligini so'raolmaydi. Nima uchun namozda nechinchi rakatda turganim esimdan chiqib qolyapti? Nimaga namozda turganda hayolim har yoqqa ketyapti so'ramaydi. Bor ekanmi bizda ham ozmi ko'pmi? Ana shu qilgan gunohlarimizni jazosi Allohga munojat qilishlik baxtidan Alloh taolo to'sib qo'yar ekan, bizga bu narsa sezilmas ekan. Jismonan sezmaymiz, lekin ko'zimizga qachon yosh keluvdi namozda turib.